Assalomu alaykum, hurmatli briefing qatnashchilari. Bugungi briefing mavzusi aholining qiynayotgan muammolar, yechim va real natijalar to'g'risida. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan aholi murojaatlari muntazam o'rganib borilmoqda. Murojaatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, aholini asosan kommunal xizmatlar, savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi muammolar qiynamoqda. Fuqarolar tomonidan sifatsiz mahsulot sotilishi, mahsulotni qaytarib olish yoki almashtirishda qiyinchiliklar tug'dirilishi bo'yicha murojaatlar kelib tushmoqda. Tadbirkorlarga qonunchilik talablari tushuntirildi. Xaridorlar huquqlarini tiklash bo'yicha da'vo va talabnomalar yuborildi. Nizolar sudgacha hal etilishiga ko'maklashildi. Iste'molchilarga qaytarilgan mablag'lar ta'minlandi. Sifatsiz mahsulotlar almashtirildi. Bir qator tadbirkorlar tomonidan kamchiliklar bartaraf etildi. Fuqarolar elektr energiyasi, ichimlik suvi, gaz ta'minoti hamda davlat xizmatlari ko'rsatishdagi kechikishlar bo'yicha murojaat qilmoqda. Mutasaddi tashkilotlarga rasmiy murojaatlar yuborildi. Muammolar joyiga chiqqan holda o'rganildi. Fuqarolarning qonuniy talablari ijrosi nazoratga olindi. Ayrim hududlarda kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash choralari ko'rildi. Davlat xizmatlari ko'rsatishdagi asossiz kechikishlar bartaraf etildi. Fuqarolarning murojaatlari bo'yicha ijobiy qarorlar qabul qilindi. Fuqarolar ta'lim muassasalari va tibbiyot tashkilotlarida xizmat sifati, shartnoma munosabatlari hamda to'lovlar yuzasidan murojaat qilmoqda. Mas'ul tashkilotlar ishtirokida o'rganishlar o'tkazildi. Qonunchilik normalari asosida huquqiy tushuntirishlar berildi. Manfaatdor tashkilotlarga taqdimnomalar kiritildi. Fuqarolarning qonuniy huquqlari tiklandi. Ayrim bahsli masalalar murojaatchi foydasiga hal etildi. Aholi murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida jamoatchilik monitoringlarini kuchaytirish, iste'molchilarning huquqiy savodxonligini oshirish, har bir murojaat bo'yicha aniq natijaga erishish. Xulosa qilib aytganda, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining asosiy maqsadi har bir fuqaroning qonuniy huquqlarini ta'minlanishini, muammolariga yechim topilishi va aholi roziligiga erishishdan iborat.